qon xurujlari keyinchalik bir haftada bir necha marta yoki bir kunda bir necha martagacha ko'payib borishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz ko'pchilik uchun muhim bo'lgan sohalardan bittasi, ya'ni nevrologiya, neyroxirurgiyaning, qolaversa onkologiyaning muammolaridan biri bo'lgan bosh miyaning o'smalari haqida gaplasha boshlaymiz. Birinchi navbatda bosh miyaning o'smalari haqida umumiy tushuncha bo'lishi kerak. Ya'ni bosh miya o'sma kasalliklari bu cheksiz ko'payuvchi hujayralar, atipik hujayralar, ya'ni nome'yoriy hujayralarning cheksiz ko'payishi hisobiga bosh miya to'qimalarida kelib chiquvchi kasalliklarni umumlashtiradi va u xalq orasida turli xil nomlar bilan ataladi. Masalan, bosh miya o'smalari, o'simtalari, onkologik kasalliklar, rak, saraton kabi demak jumlalar bilan ataladi va ularni kelib chiqqanligini biz qaysi belgilar asosida bilishimiz mumkinligi haqida bugun to'xtalib o'tamiz. Demak, bosh miya o'smalari joylashgan joyiga ko'ra turli xil simptomlar, ya'ni belgilar berishi mumkin. Shunga to'xtalib o'tishni bugun joiz ko'rdik. Masalan, bosh miya o'smalarining umumiy simptomlari hisobida boshning og'rishi. Bosh og'rishi har xil xarakterda bo'lishi mumkin. Masalan, doimiy og'riq, mahalliy og'riq, takrorlanuvchi og'riq, og'riqning ma'lum kunning muddatida bo'lishi, ba'zan esa og'riqning doimiy bo'lishi bosh miyaning turli-tuman o'smalariga xos hisoblanadi. Biz bosh miya o'smalarida og'riqning kuchining zo'rayib borishini odatda qayd qilamiz. Ya'ni ma'lum muddat o'tgandan so'ng avvalgi og'riqdan nisbatan og'riq kuchi ko'payib boradi.